Assalomu alaykum. Efirda yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar tafsiloti bilan Nigoh informatsion dasturi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namangan shahrida kambag'allikdan farovonlik sari 3-xalqaro forum ochilishida ishtirok etib, nutq so'zladi. Davlatimiz rahbari dunyoda kuzatilayotgan geosiyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy beqarorlik, iqlim o'zgarishlari ta'sirida global iqtisodiy o'sish sekinlashgani oqibatda kambag'al aholi soni oshganiga e'tibor qaratdi. Bu holat barcha davlatlar, xalqaro tashkilotlar, umuman dunyo hamjamiyati oldiga yangi va dolzarb vazifalarni qo'yayotganini ta'kidladi. Shunday murakkab davrda O'zbekistonda kambag'allikka qarshi kurashish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Barcha sa'y-harakatlar har bir inson, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarga o'z salohiyatini to'liq namoyon etishi uchun sharoit yaratish va imkoniyatlarni kengaytirishga qaratildi. Yangilangan konstitutsiyamizda pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori eng kam iste'mol xarajatlardan oz bo'lmasligi belgilab qo'yildi. Izchil islohotlar tufayli 7,5 million aholi kambag'allikdan chiqarilib, 2024-yilda bu ko'rsatkich 8,9% ga tushirildi. Yil yakunigacha kambag'allik darajasini 6% gacha kamaytirish maqsad qilingan. O'tgan davrda mamlakatimiz iqtisodiyoti 2 karra o'sgani bunda muhim omil bo'ldi. Shu yil yakuni bilan aholi jon boshiga daromad 3,5 ming dollarga yetishi kutilmoqda. Yangi tashabbus va tajribalarni sinovdan o'tkazib, dunyodagi ijobiy yutuqlarni o'rganib, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha yangi O'zbekiston modeli yaratildi. Avvalo manzilli ijtimoiy daftarlar joriy etilib, barcha ehtiyojmand oilalar qamrab olindi. Pandemiya davrida bepul dori-darmon, ijtimoiy nafaqalar uchun jami 8 milliard dollarlik mablag' va imtiyozlar berildi. Natijada 5 million 200 ming nafar odamning kambag'allik qopqoniga tushib qolishi hamda iqtisodiy retsessiyaning oldi olindi. Jamiyatning eng quyi bo'g'inigacha tushib, mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Har bir xonadon, har bir oila bilan individual reja asosida ishlab, daromadini oshirish uchun yetarli resurs ajratildi. Mahallalarni obod qilish, odamlar hayotini yaxshilash va tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirishga har yili 2,5-3 milliard dollar yo'naltirilmoqda. Qishloq aholisini daromadli qilish uchun 235 ming gektar paxta va g'alla maydoni qisqartirilib, odamlarga 30-50 sotiqdan ajratib berildi. Bu 800 ming insonning daromadini oshirishda muhim qadam bo'ldi. Bunday keng ko'lamli sa'y-harakatlarimiz hisobiga O'zbekiston 2030-yilga qadar kambag'allikni 2 karra qisqartirish bo'yicha olgan majburiyatni barvaqt bajarishga harakat qilyapti. Shularni inobatga olib, bugun yangi, yanada yuqori marrani belgilab olishga tayyormiz. 2030-yilga borib, xalqaro mezonlarga ko'ra, O'zbekistonda mutlaq kambag'allikka to'liq barham berishga barcha imkoniyatimiz bor va biz buni albatta uddalaymiz, dedi prezidentimiz. Davlat biznesga sharoit yaratib beryapti. Tadbirkorlar esa o'ziga ijtimoiy mas'uliyat olib, ehtiyojmand aholini ishli va daromadli qilishda ko'makchi bo'lmoqda. Shunday samarali hamkorlik tufayli joriy yilning o'zida 270 mingdan ziyod kambag'al oila a'zosi doimiy ishli bo'lgan. Forumda Islom taraqqiyot banki prezidenti Muhammad Al-Jassir, Osiyo taraqqiyot banki vitse-prezidenti Inmin Yang, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi bosh vitse-prezidenti Sachiko Imoto, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Kaha Imnadze, Jahon bankining kambag'allikni qisqartirish bo'yicha global direktori Luis Felipe Lopez Calva ishtirok etdi. Umuman anjumanda 200 ga yaqin xalqaro ekspertlar qatnashdi. Tadbir doirasidagi sessiyalarda kambag'allikni qisqartirishda bozor talablari, islom moliyasining imkoniyatlari, biznes inkluzivligi, inson kapitaliga sarmoya mavzularida innovatsion yondashuvlar muhokama qilindi. Forum 18-sentyabr kuni yakunlanadi. So'nggi yillarda O'zbekiston va Pokiston o'rtasida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, savdo va sarmoyaviy sohalarda hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Bu esa hududlar, ishbilarmon doiralar hamda turli tashkilotlar o'rtasida amaliy sheriklik aloqalarining sezilarli darajada kengayishiga zamin yaratdi. Mazkur hamkorlikni yanada rivojlantirish doirasida Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Pokiston Islom Respublikasi sanoat va ishlab chiqarish vaziri o'rinbosari Saif Anju boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalalari, xususan transport va logistika,
qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, eksport, o'zaro savdo hajmlarini oshirish, shuningdek, sport tovarlari ishlab chiqarish va to'qimachilik sohalarida qo'shma loyihalar amalga oshirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Tomonlar hamkorlikni chuqurlashtirish maqsadida Surxondaryo viloyati bilan doimiy muloqotlar o'rnatish, yaqin kunlarda esa kelishilgan tashabbuslarni amaliy jihatdan ko'rib chiqish uchun ikki mamlakat vakillari ishtirokida video muloqot tashkil etishga kelishib oldilar. Shuningdek, uchrashuvda Termiz xalqaro savdo markazining imkoniyatlari va tajribasi yuqori baholandi. Pokiston tomoni mazkur tajribani atroflicha o'rganish va o'z amaliyotiga joriy qilishga qiziqish bildirdi hamda bu yo'nalishda hamkorlikni yo'lga qo'yish taklifini ilgari surdi. Yurtimizda to'qimachilik va tekstil sohasini rivojlantirish, xom ashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan to'liq ishlab chiqarish zanjirini yaratish hamda bu yo'nalishda investorlarni faol jalb etish borasida amaliy choralar ko'rilmoqda. Shu asosda viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Germaniyaning Trusschler va Saurer kompaniyalari O'zbekiston va Markaziy Osiyo bo'yicha hududiy menejeri Vitaliy Schulz hamda kompaniyaning O'zbekistondagi vakili Botir Xo'jaberdiyevni qabul qildi. Uchrashuvda ingichka tolali paxta va sun'iy toladan ip kalava ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish, sohani investitsiyalar bilan ta'minlash hamda moliyalashtirish manbalari sifatida Germaniya banklarining kam foizli, uzoq muddatli kredit paketlaridan foydalanish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, taklif etilgan loyihalar va tashabbuslarni mutaxassislar ishtirokida atroflicha muhokama qilish, ularning texnik iqtisodiy asoslarini ishlab chiqishga kelishib olindi. Surxondaryolik tadbirkorlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish uchun amaliy qadamlar belgilandi. 2025-2026 yilgi isitish mavsumida ehtiyojmand aholini qo'shimcha qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy yilning noyabr oyida 1 million so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ajratiladi. Bu prezidentning joriy yil aprel oyida qabul qilingan qarorida belgilangan. Moddiy yordamni ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchi kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan hamda mahalla yettiligi tomonidan shakllantirilgan qo'shimcha ro'yxatdagi oilalar olishlari mumkin. 16 sentyabr kuni Raqamli sog'liqni saqlash markazi tibbiyot sohasidagi innovatsion loyihalarni taqdim etdi. Jumladan, DMED yagona tizimiga hozirgacha 33 million fuqaroning elektron tibbiy kartasi kiritilgan. Bu shifokor ishini yengillashtirib, bemor bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashga ko'proq vaqt ajratishga imkon bermoqda. Situatsion markaz ishga tushdi. Bu markaz shifokorlar bandligi va tibbiy jihozlar holatini real vaqt rejimida ko'rsatadi. Bu orqali resurslar aniq va samarali taqsimlanadi. 7 yildan beri faoliyat yuritayotgan Ko'ngil ko'zi loyihasi sun'iy intellekt bilan kengaytirildi. Endi erta tug'ilgan chaqaloqlarda ko'rlikka olib keluvchi kasalliklar ilk kunlardayoq aniqlanadi. Yangi texnologiyalar bilan bolalarda 90% gacha ko'rlik holatlarining oldini olish mumkin. Shuningdek, yana bir qator yangiliklar qatorida insult va ko'krak bezi saratonini erta aniqlashga xizmat qiluvchi texnologiyalar ham mavjud. Dasturimizni ob-havo ma'lumotlari bilan yakunlaymiz. Ertaga 18 sentyabr kuni Surxondaryo viloyatida havo quyoshli bo'ladi. Harorat kunduzi 27-30 darajagacha ko'tariladi. Kechqurun esa 15-20 daraja harorat kuzatiladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Bugun dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.